Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar. Sog'lik, salomatliklar yaxshimi? Salomatliklarda davomiy bardavom bo'lsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Juma muborak bo'lsin. Bir aylanib juma kelib qolyapti, bilyapsizlarmi? Bir aylanib juma kelib qolyapti. Bir aylanib yil tugab qolyapti. Bir aylanib Ramazon kelib qolyapti. Umr shunaqa o'tyaptiki, hayron qolarli darajada tez. Hech narsaga ulguri bo'lmayapti deydi ba'zilar. Ulguri bizdan oldingilar ulgurganmi? Biz ulguramizmi? Iqtisod to'g'risida zo'r bir tahliliy fikrlar o'rtoqlashmoqchiman sizlar bilan. Bugungi kunda do'stlar, yer yuzida qazib olingan oltinlarning miqdori 250 ming tonnami shunaqa ekan, taxminan. Endi bu yerda 5-10 ming u yoq bu yoq bo'lishi mumkin. Qazib olingan tillolar miqdori yer yuzida, hammasini aytyapman, 250 ming tonna. Qarasam, narxi taxminan 29 trillion dollar bo'lar ekan. Yer yuzidagi tillaning bor butuni narxi 29 trillion dollar. Eslab turinglar. Kumush yer yuzida 550 ming tonnaga yaqin bor ekan. Kumushning narxi 1 trillion dollar atrofida ekan. U yoq bu yog'i yer yuzida qiymat kasb qiladigan pulning qadrini, qiymatini belgilaydigan asos bo'lgan tillo kumushni qiymati 30 trillion dollar atrofida. Tasavvur qiling, 30 trillion dollar atrofida tillo kumush bor. Nima uchun buni aytyapman do'stlar? Aslida iqtisod maydonida adolatni, mezonini ushlab turadigan narsa tilla bilan kumush. Aslan shu. İnson zoti pul birliklarini tillo kumushdan hisobini olgan. Va hamma to o'sha banknotlar, fiat, ya'ni narx, qiymat belgilashni tillo kumushga bog'lagan. Endi yer yuzida naqd pullarni qiymati, naqd pullarga bu joyda hamma narsa kiradi. Obligatsiyalar, qimmatbaho qog'ozlar, pullar, dollar, so'm, yevro hammasi kiradi. 120 trillion dollar miqdorida pul bor ekan yer yuzida. 30 trillion dollar atrofida tilla kumush bor. Shu 30 trillion tilla kumush miqdorida pul chiqarish kerak edi. Tashqariga pulni 30 trillion dollar atrofida chiqarish kerak edi. Shunda adolat bo'lardi. 120 trillion dollar bor ekan yer yuzida. 120 trillion dollar degani adolatga tupurib qo'ygan iqtisodchi kapitalistlar, elita kapitalistlari. 4 barobar ko'p. Qog'oz pul qiymatdan 4 barobar ko'p. Sababi nima deb surishtirdim. Sababi 1971-yil 15-dekabrda Nixon shartnoma, Nixonning qarori bilan Amerika tillaning miqdorida pul to'lashlikni qonunan to'xtatgan ekan. Sababi nima bo'lgan desa, Amerika bankrot uchrash arafasida bo'lgan, tilla qolmagan Amerikada. Fransiya kemalari bilan kelib tillalarni olib ketgan, boshqa davlatlar tilla so'ragan, fiat pulni orqasidagi qadrni so'raganda tilla berishni to'xtatdik biz degan ekan Amerika. Dollarni Amerika siyosati ishlab chiqarishi ishonchga quramiz degan ekan. Natijada
taxminan 50 yil atrofida mana o'tdi, 50 yil, 60 yil atrofida o'tyapti. Yer yuzida kapitalistik davlat dunyoni zulmga botirdi. To'xtamasdan qog'oz pul bosib yotishibdi. Qog'oz pulning orqasida, dollarning orqasida tilla yo'q. Endi nima bo'ladi? Va shunda ketaveradimizsa, yo'q, mumkin emas bunday ketishligi. Tarixda bunga o'xshagan hodisalar bir necha bor takrorlangan ekan. Bunga o'xshagan sistemani ya'ni o'zgartirish uchun keskin qarorlar qabul qilgan ekan davlatlar. Masalan deylik, hozirgi kunda Xitoy, Rossiya, Yevropa mamlakatlari Amerikani qilayotgan bu hiyla nayrangini to'xtatishlari uchun tilla fiat sistemasiga o'tamiz desa, Amerika qulaydi. Amerikada siyosiy ma'noda ham, iqtisodiy ma'noda ham hech narsa qolmaydi, cho'kadi. Lekin odamlarni iqtisod sistemasi adolat ustiga o'rnaydi. Bugungi kunda boyning boyligi misli ko'rilmagan, kambag'al bir kunda emas, bir oyda bir-birida non topolmay o'lib ketayotgan darajada tafovutning sababi mana shu fiat manyovrlarida. Kapitalistik tizimni asosan Amerikani qilayotgan o'yinlarida ekan. O'shaning uchun bu o'yinlarni, mana shu Amerikani o'yinlarini muqobiliga yana yangi o'yinlar bor. Blockchain sistemasi, Bitcoin mavzulari. Bu Bitcoinni hammaga reklama qilib 100 ming bo'ldi, 150 ming, 1 million bo'ladi qilib odamlarning pulini olib eritib o'tirgan odamlarga ham bunaqa ko'p ishonvormanglar. Bularning birortasi tilla kumush aktivlarini, ya'ni tilla kumush fiatini ustiga qurilmagan. Bu degani o'yin, ya'ni o'zlarini bugungi kundagi iqtidorlarni saqlab qolishlik uchun mana shu o'yin, mana shu makrlarni qilishyapti ekan. Shuning uchun do'stlar, iloji boricha sog'lom iqtisodni o'rganishimiz kerak. Sog'lom iqtisod, to'g'ri iqtisod bu kapitalizmda ham, sotsializmda ham ya'ni amal qilinmayotgan iqtisod. Bugungi kunda islom iqtisodi, islom moliyasi deyishyapti. Mayli, endi u nomni nisbatan aytilyapti, lekin aslida to'g'ri iqtisod deyiladi. To'g'ri iqtisodning orqasida tilla kumush bo'lishi shart. Yer yuzida 30 trillion dollar qiymatida tilla kumush bor ekan, yer yuzida. Endi kavlanmaganlari hali u aniq emas, kavlanganini aytyapman. Iste'molda zargar buyumlaridan tortib plitka tillalargacha hammasi. Amerikani qarzi, tashqi qarzi 38 trillion dollar ekan. Agar Amerika butun boshli yer yuzidagi hamma tillalarni olib turib qarziga to'lasa, 8 trillion dollar qarz bo'lib qolar ekan. Amerika sehrli diyor deb yurgan odamlar aslida zulm ustiga qurilgan sistemani, molini, pulini yeb yurgan odamlar bo'ladi. Aksariyati. To'g'ri, qonunlar ishlaydi, qonun ustuvorligi, Amerika unda deyiladi-yu, lekin zulmni markazi o'sha joy hisoblanadi. Iqtisod tili bilan gapirganda, zulm iqtisodiy ma'noda haddan ziyod oshirib yuborilgan. Ibn Haldun muqaddimada aytadiki, pul birligini qiymatiga tegilsa, hukumat iqtisodi buziladi deydi. Qarang. 1000 yil demaylik, 1300-1400-yillarda aytgan shu gap. 1360-yillarda aytgan. Yaqin 1000 yilga yaqin oldin, 700-800 yil oldin Ibn Haldun tilloga qiymat sifatida, ya'ni munosabat qilinmasa iqtisod buziladi degan ekan. Imom G'azoliy ham aytgan, aslida tilloni yeb bo'lmaydi degan.
Tilloni o'zini ma'nosi yo'q degan. Lekin uni qiymat berishligida ma'no bor. Boshqa narsa bilan qiymatlanganda ma'no paydo bo'ladi. Xuddi misoli harfga o'xshaydi. Masalan, adabiyotda jumlalar borki, harflar. O'sha jumlalarni harfi o'zi bilan bir ma'no ifoda qila olmaysiz. A, B, C, D, Y, F, J, H hech narsa ifoda bo'lmaydi. Lekin bu harflarni kalimaga aylantirsangiz ma'no kasb qiladi. Tushundingizmi? Demak, ma'nosiga e'tibor berish kerak, harflarga emas. Pul ham xuddi shunaqa. Alloh taolo pulni tillo orqali qadrli qilib qo'ydi. Pul, tillo aslida Alloh taolo tomonidan qadrli qilib qo'yilgan. O'sha qadrli bo'lgan tilloni biz pul birligi sifatida ishlatib kelganmiz. Insoniyat tarixi shunga guvoh. Dastlab barter bo'lganda, keyinchalik tillo jamiyatlar rivojlanib ketgandan keyin pul birligiga aylangan. Alloh taolo payg'ambarlari orqali buni insoniyatga ta'lim bergan. Endi bugunga kelib, hozir zulm cho'qqisiga chiqqan, iqtisodiy ma'noda sistema buzilib ketgan, ma'lum bir guruhning o'ynagan sistemasi bilan jamiyatda pul birliklari aylanayotgan davrda yashayapmiz. Bugun bizga iqtisodni yaxshi o'rganib, yangi iqtisod sistemalarini kashf qilib, yangi iqtisod sistemalarini odamlarga o'rgatadigan kadrlar muhim. Bunga o'xshagan kadrlardan, men taniganlarimdan Pokiston muftiysi, mashhur alloma Muhammad Taqi Usmani hafizahulloh borlar. Bu kishini Fiqhul Buyu degan, savdo fiqhi degan, undan tashqari Al-Buhus degan kitoblari bor va iqtisodga tegishli ko'p mulohaza bildirgan fikrlari bor. O'shaning uchun kapitalistlar u kishiga suiqasdlar uyushtirgan. Hozirgacha uyushtiradi. Yaqinda ham suiqasd qilib uyushtirishdi, topilmadi. Odatda Pokistonda shunaqa deyishadi. Qaysidir olimga suiqasd uyushtirilsa, u jinoyatchilar topilmasa, demak uni ABD maxsus xizmatlari qilgan deyishadi. Biz o'zbek zabonlar ichida Hazrat rahimahullohning shogirdlaridan Muhammad Ayyub domla, Alloh umrini uzoq qilsin, iqtisod bobida ancha yetuk. Yana bitta shaxs bor. Bu Mahmud Usmon. Mahmud Usmon birodarimiz, meni bilishimcha, o'zbek zabonlar tarixida Saudiyadagi o'sha fiqh doktoranturasi, mana bizni tilimizga soddaroq aytganda, bitirgan boshqa odam yo'q. Bitta shu Mahmud Usmon bitirgan saviyadagi ilmiy darajani O'zbekistonda bitirgan odam yo'q. Va Misrda hozir menimcha ya'ni ilmiy ish bo'yicha o'qishga kirdi Mahmud Usmon. O'zbek zabonlar ichida, ya'ni ilmiy diplom ma'nosida Mahmud Usmon kirgan darajada olim yo'q. Ilm saviya masalasi u boshqa narsa. Mahmud Usmonni iqtisod borasida, falsafa borasida, shariat mazhablar masalasida saviyasi havas qilarli, u boshqa masala. Lekin ilmiy daraja masalasini agar o'rtaga qo'ysangiz, yo'q. Mahmud Usmonga o'xshagan hozirgi kunda o'qiyotgan o'sha darajadagi o'zbek zabon kadrimiz yo'q. O'shaning uchun Mahmud Usmonni ham qadriga yetish kerak do'stlar. Har xil turli fikrlar bo'lishi mumkin, lekin ahli ilmlarimizni tanib borishimiz kerak. Mahmud Usmon bugungi kunda bizni millatimiz uchun berilgan bir mukofotlardan bittasi. Mahkam ushlab shu yigit bilan, shu olim inson bilan masalalaringizni so'rab tursangiz yaxshi bo'ladi. Iqtisod masalasida musulmonlar idorasining fatvo bo'limi hay'ati ham juda kuchli ustozlardan tashkil topgan.
Said Jamol domlalar bor, boshqa Muhammad Tayyibxon domlalar bor, boshqa katta ulamolar bor. Mana shu joyni ham, ya'ni musulmonlar idorasi fatvo hay'atini xizmatidan foydalanishimiz kerak. Ana o'shanda biz iqtisod bo'ladimi, har turli mavzularda to'g'ri yo'lni topishligimizga imkon tug'iladi. Qisqaroq iqtisod haqida gapiray dedim bugun. Juma muborak bo'lsin. Biz Alloh subhanahu va taoloning roziligiga qarab harakat qilib ketaveramiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, trolling harakatlari rosa avjida. Yomon alam qilyapti ularga. Yomon alam qilyapti. O shariat bo'yicha gaplashamiz degan gaplar tugadi ularga. Olib tashashdi. Shariat yo'q. Endi bu yog'i nima tuhmat, nima haqorat bo'lsa qilishyapti. Ustimizdan ham yozishyapti. Eyvalloh deymiz biz. Bizga hujum ham qilishyapti. Eyvalloh deymiz. Haqiqat istagan yo'lda musibat bor. Shikoyat yo'q. Oldinga qarab yuraveramiz. Har kim o'zini kimligini ko'rsatib boraveradi. Biz mavzuyimizning asosiy xulosasi ko'p dollarga suyanib qolmaslik kerak. Bitcoin pul tikib, Bitcoindan pul qilishlikni o'ylab qolmaslik kerak. Iqtisodning ikki xil turi bor do'stlar. Bittasini intoj deydi, ikkinchisini ar-ra'i deydi. Ri'a deydi, ri'a. Ra'i nima degani desa, rentablelik tijorat bor, intoj tijorati bor. Rentablelik tijoratga nima kiradi desa, dollar almashtirish kiradi. Pulni o'zini puliga sotib o'tirasiz, pul topasiz. Bu rent bu. Bu yerda intoj yo'q. Buni iqtisodchilar qoralaydi. Faqat shuni ustiga o'tirib olish to'g'ri emas. Intoj nima desa, bir kasb hunarga, ishlab chiqarishga, dehqonchilikka, jamiyatni ish bilan ta'minlash, mana shunga o'xshagan rivojlanishlikka tikilgan mablag'ni intoj deydi. Ko'p odamlar o'sha rentga hozir urg'u beryapti, brokerlik qilaman deydi, traderlik qilaman deydi. Va pulni puliga, bitcoinga pul tik, falon coinlarga pul tik deyapti. Pulga pul tikib, kutib o'tirib foydasini olish maqtalgan iqtisod emas. O'shaning uchun buni iqtisodiy til bilan aytyapman. Shar'iy masalasini u fatvo bo'limi ham aytgan, butun ulamolar uni keskin qoralab yotibdi hozirgi kunda. Lekin iqtisod tili bilan aytganda, iqtisodga ilmiy ko'z bilan yondashish kerak. Jamiyatga foydangiz tegadigan ish qilishingiz kerak. Yana ham soddaroq qilib aytaymi? O'zbekistonda yashayapsizmi? O'zbekiston yalpi ichki mahsulotiga hissa qo'shadigan tijorat bilan shug'ullanishingiz kerak. Iqtisod bilan. Shundan bila olavering, sekin o'ylang. Dehqonchilik qilyapsizmi? Yalpi ichki ya'ni mahsulotga hissa qo'shyapsiz. Chorvachilik qilyapsizmi? Hissa qo'shyapsiz. Bog'bonchilikmi? Hissa qo'yapsiz. Meva yetishtiryapsizmi? Hissa qo'shyapsiz. Rossiyaga mol uryapsizmi? Hissa qo'shyapsiz. Rossiyadan mol olib kelib sotyapsizmi? Hissa qo'shyapsiz. Kasb hunar, hamma ishlab chiqarishlar hissa qo'shyapti. Zafaron yetishtiryapti Jizzaxda. 2000 gektar yerga zafaron ekib yetishtiryapti. Yevropa navbat turibdi, ochilib turibdi. Menga bering qilib. Yalpi ichki mahsulotlarga hissa qo'shyapti. Mana shular haqiqiy ma'noda millat parvar odamlar. Tijoratchi ham shunaqa millatparvar odam bo'ladi. Rentga o'tirib olgan odamlar faqatgina dollar aylan. Men dollar aylantirib sotishlik joiz emas demayapman. Afzal ish emas, fazilatlik ish emas, maqtalgan ish emas. Pulni pulga o'tirib urushtirib o'tirishlik. Bitcoin sistemasi shar'iy ma'noda bilasizlar nimaligini. Lekin shuni ustiga o'tirib olib odamlarga pul topasan deyish, bu odamlarni tambal qilish, iqtisodiy saviyasini o'ldirish, odamlarni oyog'iga tushov bo'lish. Bundan saqlanishimiz kerak. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Alloh taolo haq yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.